Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? O'g'lim qani? Sizga yumshoq shashlik olib keldim, yeb olasizmi? Qaydan quyosh chiqdi o'g'lim? Qaydan quyosh chiqdi bu shashlar kutsan? Ha, qaydan olding buni? ha, bolalar bilan yeyatdik. Ortiq qoldi desa ko'tarib keldim, yeb oling. Ortiq qoldi? Ha, sizga olib keldim. Ha, men senga musor satilman, ortiq qolgan narsa tarz po'choq bo'lsa ham aql o'zi yuraman men. Dada, holdan yaxshimisiz? Ha, o'g'lim. Siz ham kecha xafa qilib qo'ydim, uzr dada. Ya, niye xafa bo'laman? Otam bolasi xafa bo'laman, o'g'lim. Shunga oyoq kiyim olib keldim, maza qilib kiyib yurasiz dada. To'y shu ovora o'jirasan-da. Bu ham qimmat bo'lsa kerak, ha? Nech pul olding buni? Yo'q, qimmat emas. Skitkada bitta oldim, tekinga qo'shib berdi. Shuni sizga olib keldim. Otangga bir yillik so'm sarflaysanmi, ha? Men sen ukangmanmi? Qon qutqan, jiydigan, qon qutqan, kiyayotgan. Tur quruq, hozir uriltirib qo'yaman ha. Qalay dada? O'g'lim, nima ishonchga olib kelding meni? Dada, ishonchda hozir hamma do'konlarda 19-20-21-iyun kunlari ikkinchi tekin aksiyasi yana qaytdi. Yana tekinchaga olib kelding. O'zing Yo'q, dada, bitta eshitib ko'ring, bunisi vaqti dahshat. Rostdan. Ha. Dada, muddatli to'lovga 12 talik hair conditionerni olsangiz, 43 talik MyTest televizorini tekinga qo'shib beradi. Rostdan. Ha? Artel 341 soatgacha nasib nima qo'shib beradi? Tekinga Premier 32 talik televizor, qalay? Yo'q, ha? Bunday kelib turib LG Smart 65 talik televizorni shunday olasiz. 6 kilolik Avalon kir mashinasi tekinga yo'q. Mobodo LG'da 9 kilo yuvadigan, 5 kilo quritadigan kir mashinasini oladigan bo'lsak, Artelda ham gazli, ham elektrli birlashgan plitasini tekinga qo'shib beradi. Xullas, mana shu gazga ham, elektrga ham ishlaydigan birlashtirgan Artel plitani oladigan bo'lsak, bizga Premier mikro to'lqinli pech tekinga qo'shib beriladi, dada. Dado, men ishidaman. Ishidami? Ha, shuni tekinga qo'shib beradi deyapman. Ha, shu uchun ham kelyapman-da men. Xullas, asosiy olgan narsalarimiz menga, tekinlari sizga, dada. Rahmat o'g'lim. To'xtada. Baribir tegini menga olib qolyapti.